Assalomu alaykum, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim. Barchalarga a'lo kayfiyat tilagan holda bugungi haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonga tayyorgarlik mavzusida shablonlarni yechamiz. Barchalarga o'rganib, avtomaktablarda yaxshi o'qib, haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon markazlarida a'lo natijalar ko'rsatishlarini tilab qolaman. Abbosxon TV'da qoling. Bugungi shablonlardan 17 shablonda o'tamiz. E'tibor beramiz savollarga va javoblarga. O'qib eshittirishda davom etaman. Qani bo'lmasam boshladik. Qaysi belgi yo'l yoqa qismida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari o'rnatilganligi haqida axborot beradi. Belgilarga e'tibor beramiz. To'g'ri javob. 3-javob. Izoh: yo'l harakati qoidalari 1-ilovasi 5-bo'limining 59-xat boshiga asosan 541 foto va video qayd etish belgisi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari o'rnatilganligi haqida axborot beradi. Demak, 541 surat va video. To'g'ri javob. 3-javob. Ikkinchi savol. E'tibor beramiz. Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? To'g'ri javob. Chapga va o'ngga. Izoh: yo'l harakati qoidalari 1-ilovasining 3-bo'limi 3.2 belgisi talabiga asosan harakatlanish taqiqlangan belgisi barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanishini bildiradi. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 7-bo'limining 7.3.1, 7.3.3 qo'shimcha axborot belgilari muvofiq. Ta'sir yo'nalishlari chorrahada oldida o'rnatilgan belgilar ta'sir yo'nalishi ko'rsatadi. Demak, chapga va o'ngga. 3-savol. Belgilarga e'tibor beramiz. Savolni o'qiyman. Qaysi belgi gabarit uzunligi belgisi ko'rsatilganligi uzunroq bo'lgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi? To'g'ri javob. 2. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 3-bo'limining 17-xat boshiga asosan 3.15 cheklangan uzunlik, gabarit uzunligi, yuk bilan yoki yuksiz belgi ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositalari tarkiblarining harakatlanish taqiqlanishini bildiradi. To'g'ri javob. 2. 3.15 cheklangan uzunlik. 4-savol. Suratdagi tasvirlangan holatda haydovchi nima qilishi kerak? Nima qilishi lozim? To'g'ri javob. Bekatda yo'l o'rtasida turgan bir xil yo'nalishdagi tramvayga borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yo'l berish. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 17-bobi 114-bandiga asosan agar yo'lovchilar tushirish yoki chiqarish qatnov qismi yoki unda joylashgan maydonchada amalga oshirilayotgan bo'lsa, haydovchi bekatdan to'xtagan yo'nalishli transport vositasi eshiklari tomon borayotgan yoki undan kelayotgan piyodalarga yo'l berishlari kerak. Beshinchi savol. E'tibor beramiz. Chorrahadan ikkinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? To'g'ri javob. Qizil avtomobil. Yo'l harakati qoidalarining 16-bob 104-bandi 1-xat boshiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada 2-darajali yo'l harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'lda yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishlaridan qat'iy nazar yo'l berish kerak. Yo'l harakati qoidalari 16-bobi 107-bandiga asosan chapga burilish yoki qayrilib olishda relsiz transport vositasining haydovchisi teng ahamiyatli yo'lda qarama-qarshi yo'nalishdan to'g'riga yoki o'ngga harakatlanayotgan, shuningdek, ruxsat etilgan yo'llarda quvib o'tilayotgan transport vositalari yo'l berishi shart. Bu qoidalar transport haydovchilari ham o'zaro amal qilishlari kerak. Demak, to'g'ri javobimiz qizil avtomobil. 6-savol. Kunning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilgan qismi harakatlanayotgan mexanik transport vositasi qanday chiroqlar yoqilgan bo'lishi kerak? To'g'ri javob. Faralarning yaqinni yorituvchi chiroqlar. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 23-bobi 135-bandiga asosan quyidagi hollarda uzoqni yorituvchi
chiroqlar o'rniga yaqin yorituvchi chiroqlar yoqilishi kerak. Aholi yashash joylarida yo'l yoritilgan bo'lsa, qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositasining kamida 150 metr masofada qolganda, shuningdek, haydovchi transport vositasining chiroqlarini vaqti bilan o'chirib, bunga zarurat borligini bildirgan hollarda, undan ham ko'proq masofada qarama-qarshi va bir yo'nalishdagi transport vositasi haydovchilarining ko'zini qamashtirishi mumkin bo'lgan boshqa barcha holatlarda ko'zi qamashgan haydovchi avariya ishorasini yoqishi harakatlanishi bo'lagini o'zgartirmasdan tezlikni kamaytirishi va to'xtashi kerak. To'g'ri javob faralar yaqinda yorituvchi chiroqlari. 7-savol. Chorraha qismidan kesib o'tgan yo'lga nisbatan asosiy bo'lgan yo'lda transport vositalarining quvib o'tishiga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob ruxsat etiladi. Izoh: yo'l harakati qoidalari 12-bobi 86-bandining 2-xatboshiga asosan tartibga solinmaydigan chorrahalar asosiy hisoblanmaydigan yo'llarda harakatlanishda, aylanma harakatlanishi chorrahalarida quvib o'tish, kajavasiz ikki g'ildirakli transport vositalarini quvib o'tish va ruxsat etilgan hollarda o'ng tomondan quvib o'tish bundan mustasno. To'g'ri javob ruxsat etiladi. 8-savol. Qaysi javobda shatakka olingan transport vositasini yoritish asboblari yoqishning to'g'ri holati ko'rsatilgan? To'g'ri javob avariya yorug'lik ishoralari va nosoz bo'lganda yoki bo'lmagan hollarda uning orqa tomonidan avariya sababli to'xtash belgisi o'rnatilishi kerak. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 8-bobi 50-bandining 2-xatboshiga asosan avariya ishorasi quyidagi hollarda yoqilishi kerak. Shatakka olish, shatakka olingan transport vositasi yo'l harakati qoidalarining 8-bobi 52-bandiga asosan shatakka olingan transport vositalari avariya yorug'lik ishorasi bo'lmasa yoki ular ishlamasa uning orqa tomoniga avariya sababli to'xtash belgisi o'rnatilishi kerak. Demak, to'g'ri javob avariya yorug'lik ishorasi va nosoz bo'lganda yoki bo'lmagan hollarda uning orqa tomonidan avariya sababli to'xtash belgisini o'rnatilishi kerak. 9-savol. E'tibor beramiz. Quyidagi 320 metr to'xtash taqiqlangan belgisining amal qilish chegarasi qayerda tugaydi? To'g'ri javob yo'lning yotiq sariq chiziq oxirida. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 3-bo'limining 49-xatboshiga asosan 327 brutor yotiq chizig'i bilan birgalikda 328 belgisi esa 110 yotiq chizig'i bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bunda belgilangan amal qilish chiziqlar uzunligi bilan aniqlanadi. E'tibor beramiz. 110 sohil bo'yiga chiqish belgisi, 327 to'xtash taqiqlangan belgisi, 328 to'xtab turish taqiqlangan belgisi. Demak, yo'lning yotiq sariq chizig'i to'g'ri javob. 10-savol. M1 toifadagi transport vositasining shinalari protektori naqshining qoldiq balandligi necha millimetrdan kam bo'lmasligi kerak? To'g'ri javob 1.6 millimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 3-ilovasi 5-bo'limining 5.1 bandiga asosan shina protektori naqshlarining qoldiq balandligi M1, N1, 01, 02 toifadagi avtotransport vositalari uchun 1.6 millimetrdan kam bo'lsa taqiqlanadi. To'g'ri javob 1.6. Yakunlaymiz. Aziz obunachi va kuzatuvchilarim, avtomaktabda o'qiyotgan hamyurtlarimiz, barchalarga haydovchilik kurslarida a'lo natijalar ko'rsatib, yaxshi tayyorgarlik qilib, imtihon test markazlarida yaxshi natijalar bilan o'tib, haydovchilik guvohnomasini olishlarini so'rab qolaman. E'tiborli bo'ling. Unutmang, vaqtingizni qadrlang. Obuna bo'lishni unutmanglar. Barchasi hali oldinda. Haydovchilik guvohnomasini olib, o'zingizlar yoqtirgan mashinani minishlarini so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.